Orta yoqda bo'ladi. Televizorda ham egasiga olib boramiz. Andijonga xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapmiz. Yostiqni nimaga olamiz? Nima yostiqlar bilan yostiq deb berasiz. Andijon uzoqki men orqada uxlab ketaman-da, o'zi bo'laman yoqqacha borib kelishdi. Kechasi bo'lishiga qaramasdan biz mana yo'lga chiqyapmiz. Xudo xolasa televizorimizni insonlar egasiga topshirib kelamiz. Andijon aktiv bo'lamiz. Video olyapman. Azizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, duoda bo'lingizlar. Mana va'damizga vafo qilib, Xudo xohlasa, birinchi g'olibamizga sovg'ani o'z qo'llariga olib borib berishga va'da bergan edik. Mana yo'lga chiqyapmiz Samarqanddan Andijonga. Hali sovg'alarimiz ko'p. Yuqorida ham aytdik, yana ham aytamiz. Yana 5 ta televizorimiz bor, konditsionerimiz bor. Qo'llab-quvvatlab turingizlar, obuna bo'lingizlar. Mana shu videolarni tanishlaringizga ham yuborib turingizlar. Barchaga omad. Andijonda ko'rishamiz. Azizlar, mana bergan va'damizga vafo qilgan holda biz Andijon viloyatiga yetib keldik. Mana hozir kiryapmiz. O'z fursatlarda sovg'ani egasiga topshiramiz. Aktiv bo'lamiz Andijon. Mana kechagina kechqurun birinchi g'olibimizni biz aniqladik va kecha kechqurunda o'zida biz Andijon viloyatiga qarab yo'l oldik. Hozirda sog'lomlashtirish markazida davolanayotgan ekan. Mana o'zlari ham gift konkurs o'tkazayotgan edik. Umid Show jamoasi va 29 ta homiyimiz. Siz birinchi g'olib bo'ldingiz. Allohga behisob shukr. Darcheki mana shunaqangi joyda bir davolanayotgan paytingizda sizga chiqqanligidan biz xursandmiz. Sababi ko'nglingizga ozroq bo'lsa ham xursandchilik kirgizgan bo'lsak, biz o'zimizni minnatdor his qilamiz. Samarqand patirlari, Samarqand nonlari va baliqlari televizorimizni mana sizga topshiramiz. O'zimiz va'da bergan edik, g'olibga olib boramiz. Respublikamizni qayerdan bo'lishidan qat'iy nazarda fikrlaringizni bildirsangiz. Kecha o'zi o'sha Instagramda reels ko'rib o'tirdim, chiqib qoldi. O'sha bugun 22:00 da aniqlanadi degan ekan. Allohga tavakkal qilib qatnashdim. Instagramga kechki paytgacha shu televizor yutib oldingiz deb to'g'ri ishonmadim boshida. Nomeringizni qoldiring deb sraz aloqaga chiqdinglar, gaplashdik. Keyin rost o'zim olib boraman dedingiz, men to'g'risi hali baribir ishonmadim. O'zimiz olib borib beramiz dedi. Samarqanddan kelarmikin degan xayol bo'ldi. Samarqand ham uzoqroq, yaqin joy emas u vodiyga. Kechki payt video qo'ygandan keyin ishondim. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar shu homiylar bilan birgalikda shunday ahd qilganmiz. Albatta televizorda xuddi sizga olib kelgandek qo'liga olib borib topshirishdi. Biz tanishmas edik, to'g'rimi? Yo'q, O'yin qanday ekan? Haqqoniymi? O'yin haqqoniy ekan. Sizlar bilan hayotda ko'rishmagan bo'lsam, Samarqandga ham bormaganman to'g'risi. Allohdan so'raymiz, siz uchun ham duodamiz, Amin, tuzalib aytgan. keting, ishlaringizda omadini bersin. Rahmat sizlarga ham, homiylaringlarga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. To'g'risi rosa xursand bo'ldim. Katta rahmat. Uzoq joydan keldinglar mana. Umuman kutmagandim. O'zbekiston bilan Portugaliyani o'ynab ko'raman. Aniq, singlimiz juda futbolga qiziqar ekan. Qiziqaman.